organizm o'zini qizdiradi, isitma chiqaradi. Bu javobi. Immunniy ответ nimaga? Virusga. Virusga immuniy ответ qiladi. Qilganda issiq chiqadi. Odamda isitma chiqadi. Isitma chiqqanda mana shu virusning ko'payishi va boshqa kletkalarga kirishi sekinlashadi. Keyin biz boshqa kletkalarimiz virusni tanib uni o'ldirishni boshlaydi. Tushundingizmi? Boshqa anaqalarimiz chiqadi. Himoya funksiyalari chiqadi. Siz dexametazonni kokteyl deb turib qilyapsiz-da, dexametazon bu immunitetni tushiradi. Mana shu tuchni kletka deb qolib, u immuniy kletkalarni chiqarmay qo'yadi, yopib qo'yadi. Tushundingizmi? Immunitetni o'chiradi. Shuning uchun siz isitmangiz tushadi. Потому что immunitetni o'chirib qo'ydingiz. Bu yerda ketdi. Endi vaqtinchalikmi, вечный tushib ketdimi, Alloh biladi lekin. Если повезло, vaqtinchalik keyin восстановление bo'ladi. Если не повезло, bo'lib ishdi. Shu bilan kasal bo'lib yuraverasiz. Siz ana shu o'chirib qo'yasiz dexametazon bilan. Bu qayerdan sizlarga kirib qolgan bu dexametazon bilan kokteyl qilib nima qilasiz? Endi COVID mahalda qilingan. Потому что COVID mahalda pnevmoniya, как аутоиммунное заболевание bo'ladi. Shu immunitet o'chish kerak bo'lib qolgan mahallar bo'lib qoladi. Shuncha dexametazon qo'shilgan shunday. Keyin siz yana virusni bu bakteriyani ajratmasdan turib siz antibiotik boshlab olgansiz. Boshlaganda ham revmatik kabinetini tushirib. Birinchi kun temperaturada sразу antibiotik, dexametazon. Birinchi emas, 3-kunmi, ikkinchi kundan keyin 3-kunmi 2 kun oldin. Keyin to'xtatdim o'sha yerda. 2 kun oldin. O'sha bitta olganingiz уже достаточно. Birinchidan immunitet o'chiryapsiz, ikkinchidan antibiotik olib immunitetni yana ham tushiryapsiz, nolga tushiryapsiz. Endi hozir virusingiz yaxshi bo'lmaydi. Endi uchinchi kun issig'i chiqsa bu. Doğrusu o'sha aytayapman, siz uyda просто limon choy ichib yotsangiz ham yaxshi bo'lib qolarsiz. Bu qolar deysiz. Agar boshqa antibiotik olmasdan, dexa qilmasdan yotsangiz mana boshda keyin aytganingizdan keyin. Endi bu keyingaligingizga ham aytayapman, ana shu yuzdagilarga shunga o'rgating. Agar kishi bosh bo'lib bu narsani o'rgatish kerak обязательно. Потому что xit antibiotik, dexametazon bilan kombinatsiya qilgan bu noto'g'ri. Dexametazondan asoratlari juda ko'p. Bu yaxshi narsa emas. Yo'q, yaxshi narsa kerak mahalla bu sizni umringizni qutqarib qoladigan narsa. Конечно, o'zini vaqti bo'ladi qachon. И антибiotikni ham общий analiz topshirmasdan turib hech qachon olmang. Xo'sh, u mega professor kelib yozib bersa bitta общий analiz topshirasizlar. Va faktu qilish kerak bo'ladi antibiotik. Nimaga deganda antibiotikda rezistenslar oshib ketadi, ishlamay qo'yishi mumkin. Ya tushuntirdingiz, immunitet nolga tushib qoladi. Keyin mana shu antibiotik hozir oldingizmi, misol uchun immunitetlar tushdimi? Hozir yeni как organizmingiz misol uchun virusni chiqarib olishi mumkin. Lekin boshqa вторичный ikkinchi воспалениyaga, ya'ni вторичный infeksiyaga, bakteriyaning ikkilamchi infeksiyaga varota ochiq, ya'ni darvoza ochiq. Xolisi hozir pnevmoniya bo'lib ketishi mumkin. Xolisi hozir atil gaymanik boshqa narsalar bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun sal aql bilan qilish kerak bo'ladi. Keyin hozir vrachlarimiz, ayrim vrachlarimiz ham shunaqa narsalarga e'tibor bermasdan tap-tap yozib beryapti, chiqarib qo'yadi. Lekin hozir shunaqa zamonga kelib qoldikki, ana narsalarni tekshirish kerak bo'lib qoldi. Hozir o'zingizga antibiotik yozib berdimi? Savol bering. Savolingizga uchun javob berolmasa, sразу общий aналиz qilib topshirasiz. Yoki birorta исследованияsiz, ya'ni tekshiruvsiz antibiotik narsaga qilinmaydi. Shuni qilish kerak. Masalan, общий aналиz qilib rentgen, o'tgan rentgen yoki boshqa narsalar qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun hozir ko'ramiz, o'sha narsani topshirdingiz. Birinchi soatda chiqadi. Chiqqandan keyin ko'ramiz. Ba'zi keladimi? Agar antibiotik kerak bo'lsa, men sizga tushuntirib qo'yaman. Mana shu narsa ko'payib ketgan, mana anaqa bo'lgan uchun antibiotik ish kerak. Yoki hozir bular